Bozorda piroshki va choy sotgan professional sportchi hamda eng qimmat kelin salomchi Shahlo Zoirova 37 yoshda. Hozirda to'ylarda kelin salom o'tkazuvchi xonanda, aktrisa, hofizalar orasida Shahlo Zoirova eng talabgori bo'lishga ulgurgan. İnsanlar yuziga doimo kulgi ulashuvchi tug'ma aktrisa 21 oktyabr kuni 37 yoshni qarshiladi. Shu munosabat bilan uning qiyinchilikda o'tgan bolaligi va rang-barang ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Barchaga Shahlo Zoirova nomi bilan tanish bo'lgan aktrisaning hujjatdagi familiyasi Norova bo'lib, u 1988-yilning 21 oktyabr kuni Toshkent shahrida dunyoga kelgan. Oilada to'ng'ich farzand, bir nafar ukasi ham bor. Dadam ichki ishlar xodimi, onam esa o'qituvchi bo'lgan. Bolalikda juda sho'x, o'g'il bolalarga xos xarakterdagi qiz bo'lganman. Shu bilan birga maktabda ham faollikni qo'ldan boy bermaganman. A'lochi bo'lganman deya olmayman-u, ammo baholarim u qadar yomon emasdi. Futbol va basketbol o'ynashni yoqtirardim. Ota-onam faqat oylikka ro'zg'or tebratadigan insonlar bo'lgan. Moliyaviy jihatdan ko'p qiynalganmiz. Masalan, bolaligimda onam oyoq kiyimga pul yetmay qiynalgan vaqtida qo'shnilarimiz olib berardi. Qo'shnilarim, "Ol Shahlo, bu senga kiyib yuraver" derdi. Onam ko'z yosh qilib, "Sizga buning uchun pulini qanday qaytarib beramiz" deganlarida, qo'shnilarimiz "Olavering, bu qizingizga" deb hattoki pulni ham so'ramas edi. Hozir endi shunaqa vaziyat bo'ldiki, ulg'ayganimdan so'ng ularning to'ylarida bir so'm pul olmasdan beminnat xizmat qilaman. Menga pulingiz kerak emas. O'shanda bizga juda ko'p yaxshilik qilgansiz. Ko'ksimizdan itarmagansiz deya ularning qaysiki yaxshi kuni bo'lsa, xolajon, tog'ajon deya xizmatlarda bo'laman. Bu hayotda hech narsa besabab bo'lmas ekan. O'tgan kunlarimga behisob shukr qilaman, deydi aktrisa intervyulardan birida. Shahlo Zoirova 2018-yili bergan intervyusida sinfdoshlari orasida o'g'irlikda ayblangani va bu holat uning ruhiy holatiga ta'sir qilgani haqida ham so'zlab bergan. 2-sinfga o'tgan yilim kundalik daftar olib berishga imkoniyatlari bo'lmadi. Rosa xafa bo'ldim. Chunki avval kundalik daftar tutmaganimiz uchun sinfdoshlarim bir-biriga kundaliklarni maqtanishardi. Onam olib beraman, ozgina sabr qil deb yupatdi. Bir kuni maktabdan qaytayotib, bekatda bizdan 3-4 sinf katta bolalarning avtobus haydovchilariga yelim idishlarga solingan choy sotishayotganini ko'rib qoldim. Avtobus joydan qo'zg'algach, ular xursand bo'lib pullarni sanashardi. O'sha kuniyoq uyga kelib, baklashkalarni yig'ib yuvdim. Uydagilarga bildirmay, choy damlab idishlarga qo'ydim. Maktabga ketish vaqti bekatda turib, kelgan avtobus haydovchisiga choyni ko'rsatdim. Qarangki, 3-4 kun o'tmay savdoyim yurishib ketdi. Kundalik daftar sotib olib, rosa o'rtoqlarimga maqtandim. Ammo 10 kunlardan keyin sinfdoshlarimning birining papkasidan onasi nonga deb bergan puli yo'qoldi. Hamma papkalar tekshirilganda menikidan 3-4 kunlik choylarning puli chiqdi. Turgan gapki, buncha pulni hech kim bolasiga bermaydi. Oilamizdagi moddiy qiyinchiliklardan esa o'qituvchimizning xabari bor edi. O'shanda nohaqlikka chidolmay, sirimni fosh etishimga to'g'ri kelgan. Haydovchilar choychi qizni tanishlari menga pul berishlarini aytishgach, gumondorlar ro'yxatidan o'chirilgandim, degandi Shahlo Zoirova. Shahlo Zoirova hamisha san'atga qiziqqan, ammo oilaviy muhit sabab biror marta qiziqishlari haqida atrofdagilarga ayta olmagan. Otasi harbiy bo'lishni istagani va yugurish musobaqalarida g'olib bo'lgani haqida quyidagilarni aytadi. Bolalikdan raqs tushishga, qo'shiq aytishga qiziqardim. Maktab tadbirlarida ham bosh rollarni boshqalarga ishonmasdim. Ammo dadam san'atkor bo'lishimni istamadi. Huquqshunos yoki harbiy bo'lishing shart degan talabni qo'ydi. Onam esa baribir menga yon bosib, tadbirlarda ishtirok etayotganimni dadamga aytmadi. Akademik litseyni tamomlab, O'zbekiston Milliy universitetining huquqshunoslik fakultetiga hujjat topshirdim. Ammo bor yo'g'i 8 ball yetmay talabalar safiga qabul qilinmadim. Bu xabarni eshitgan dadam, tadbir yurishingning oqibati shunday bo'ladi deb dakki berdi. Aprel oyida Oliy harbiy bojxona oliygohiga hujjat topshirdim. 2 urinishda ham omad kulib boqmadi.
Undan keyin Ichki ishlar akademiyasiga hujjat topshirib, jismoniy imtihonlardan yaxshi natija ko'rsatdim u testdan yiqildim. Yengilgan kurashga to'ymas deganlaridek, shu orada koreys tilini ham o'rganib, tarjimonlik qilish istagi paydo bo'ldi. 1 yil o'tib, yana oliygohga hujjat topshirdim. Ammo bu haqida hech kimga aytmadim. Abituriyentlardan biri fizika fakultetiga kam hujjat topshirilganini aytgani uchun hech ikkilanmay shu yo'nalishda omadimni sinab ko'rdim. Bir kuni uy telefonimiz jiringlab, Shahlo Zoirovaning uyimi deb so'rashdi. Onam yana bir baloni boshladingmi degandek menga qarab qo'ydi. Biz O'zbekiston Milliy universitetidan bezovta qilyapmiz. Qizingiz 1-o'rinda budjetga qabul qilindi. Shu sabab 1 soatda oliygohga kelishi va televideniye uchun intervyu berishni so'rashyapti deyishdi. Onam ho'ngrab yig'lab yubordi va meni mahkam bag'riga bosdi. Uyimiz oldida kichik do'kon ochgandik. O'sha kuni bor narsasini o'tgan-ketgan mahalladoshlarga tarqatib suyunchi oldi, deydi Shahlo Zoirova. Shahlo Zoirova katta farzand sifatida oilasiga moddiy yordam berishga majbur bo'lgan. Yoshligimdan oilaviy qiyinchiliklarga ko'nikkanman. 9-sinfdaligimda onam menga shirin choyga non to'g'rab berardi. Men kichkina bola emasman-ku deb ayta olmasdim. Otam ham, onam ham ishsiz qolganlarida o'qib ishlab oilamni boqishga harakat qilganman. Oliygohda o'qib yurgan vaqtlarimda hadeb yotoqxonada turaveramanmi deb 3-4 ta qizlar bilan ijarada turganman. Bir kuni xonadon egasi uyda yo'qolgan narsasini sen olgansan, sen o'g'irlagansan deb tuhmat qilgan. Shundan keyin uyga ketaman deb ko'chada yig'lab, uyqusirab uxlab qolganman, deya xotirlaydi aktrisa. U bozorlarda pirojki sotgan, farroshlik qilgan, ofitsiantlikdan kasterlikka o'tgan. Bu jarayonlar Shahloni mehnatsevar ayolga aylantirgan. Shahlo Zoirovaning turmushga chiqqaniga 12 yil bo'ldi. U turmush o'rtog'ining doimiy qo'llab-quvvatlovi sabab san'at sohasida o'z yo'lini topa oldi. Meni mashhur bo'lish orzuyim uchun qo'llab-quvvatlagan inson turmush o'rtog'im. Sening orzularing ko'p ekan, lekin hammasi asta-sekin bo'ladi degan. Menga prodyuserlik qilgan ham aynan u. Birinchi uchrashuvimizda qo'shiq aytib berganman. Rosa ko'p qobiliyatlaring bor ekan. Buni hammasini ko'rsatish kerak degan turmush o'rtog'im. Qaynonamni birinchi ko'rganimda rosa o'zimga o'xshatganman. Bizni ko'rganlar ham menga rosa onangizga o'xshar ekansiz deganida qaynonam bo'ladi deb aytardim, deydi aktrisa. Aktrisa nima sababdan turmush o'rtog'ini ommaga ko'rsatmaydi? Shahlo Zoirova kasbi taqozosi bilan doim omma e'tiborida ekanligi haqida gapirdi. Mashhurlik bilan birga keladigan muhokamalar, noto'g'ri talqinlar Shahloni hech qachon tushkunlikka solmagan. U bu holatlarni tushunib, sabr bilan qarshi olganini aytadi. Ertalab chiroyli kiyinib chiqamiz, kechga borib bosh og'rib qoladi. Turmush o'rtog'im, kamroq odamlar orasiga chiqaylik. Biz haddan ortiq chiroyli oila ko'rinamiz. Nazar, ko'z degan narsa bor deydi. Baribir taniqli bo'lsangiz, sizni muhokama qilishadi. Ba'zan bir og'iz so'zimizni teskari talqin qilishadi. Oilamni, turmush o'rtog'imni ko'rsatmasligim ham sabab bo'ladi. Lekin men o'zimdan yaxshi energiya tarqatishga harakat qilaman. Muhokama qilishlariga hojat qolmasin deyman, deydi Shahlo Zoirova. Ma'lumot uchun, Shahlo Zoirovaning 4 nafar farzandi bor.